kambag'al ayollar reyestrida berilgan kredit bo'yicha tanishtirayapman. Bunda kambag'al ayollar reyestrida bo'lgan fuqarolarni kambag'al tashkilot bo'yicha banki noutbuk sotib olish uchun 15 million so'm ochilgan. Muddati 5 yil, imtiyozli 2 yil kreditlar beriladi. Tadbirkorlikni boshlash uchun 30 million ochilgan. Muddati 5 yilga дейін. Bunda kredit alımı bo'yicha arzlar jibirgenlik skoringdan o'tib, arzlar kambag'al ayollar reyestrida kiritilgan holatda bo'lishi kerak. Alım bergan ariza hali jarayonda bo'lgan holatda bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan holatda arza beruvchi fuqaro o'tgan fuqarosi bo'lmasa, niyatga jarangsiz bo'lgan taqdirda arza beruvchining qaytarilmagan kredit qarzlari bo'lganda hamda maqsadsiz foydalansa, bunda skoringdan o'tkazsa, kreditni ajratib muddati platforma